Bugun sizlar bilan oltin mavzusida gaplashamiz. Bilasizlar, Tovar birjasida har kuni tonnalab oltinlar sotuvga chiqariladi. Shularni mana ko'rishimiz mumkin. Almaliq KMKdan, Almaliq Metallurgiya zavodidan, Olmaliq Metallurgiya zavodidan 35 ton 700 kilogramm. 100 gramm uchun 173 million 581 ming 620 ming so'mdan savdolarga qo'yilgan. Bundan tashqari Navoiy metallurgiya kombinati tomonidan ham xuddi shu miqdorda qariyb 20 tonnaga yaqin mahsulot savdolarga qo'yilgan. 40 tonnaga yaqin serebro mahsulotlari savdolarga qo'yilgan. Ko'rishimiz mumkin, bir kunlik ob'yomlarni ko'rishimiz mumkin. 357 plus 100 plus 2000 ko'paytiramiz. 173 million 581 ming 620 so'm. Ya'ni 426 milliard 490 million so'mdan molamiz 12 ming. Va mana bir kunga 35 million 540 ming so'mlik tillo savdolariga qo'yilgan. Bir kunlik savdo.